premium kачестводagi naborimizdan tayyorlab berdik. Ko'ringlar, ismlarigacha yozib berganmiz. 4 dona pichog'i, qayroq, bolta, chopqi. Birovga savob qilib bersanglar juda akkuratli holatda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $140. Bosinglar. Akalar, naborni zo'rdan tayyorlab qo'ydim. Juda chiroyli holatda. Bitta ko'rib baho berasizlar. Narxlarni ham oxirida aytib o'tamiz. Bu naborimizda 4 dona pichog'i, chopqisi, qayrog'i, bitta boltachasi bo'ladi. Boltani bu variantidan ham ko'p qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pichoqlarimiz tig'lari zanglab, qorayib hijolat qilib qo'ymaydi. Birovga sovg'a qilib berganda ham anaqa akkuratli, chiroyli holatda bo'ladi. Diplomatlarga qilib beramiz akalar. Bosaverasizlar. Akalar, maza qilib ishlataman degan qassob akalarimizga tavsiyamiz, o'zimizni bitta ko'rib baho berasizlar. O'ta go'zal holatda chiqqan naborimiz. Boltalari ham aka chempion boltalardan bo'ldi. Soplar nima deyapsiz, naqshlar akalar. 4 dona pichog'i bor, bitta nusat, bitta boltasi akalar. Hijolat qilib qo'ymay xudo xolasa. Aboyma pachimlikdan bo'lgan akalar. Terishiladiganlari. Xo'p. Chiroyli razdelka pichoqlari akalar. Bu kalla oladigan akalar, katta bo'lib chiroyli chiqqan xudo xolasa. Mana go'sht buzadigan pichoqlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarimiz bor. Nusatlarni ham o'zlariga moslab katta qilib chiroyli qilib qo'yganmiz. Xizmat bo'lsa aloqadamiz akalar, bosaverasizlar. Agar tanlang, qaysi birida kesib ko'rsatib bering. Birinchisidan bo'lsin aka. Birinchisidan, hadi bismillah. Kesishlari o'ta mo'shni. 4 dona pichog'i bor, chopqi, nusat, bolta. Hamma yo'g'i bir xilda kelsa, inshaalloh chopqisini ham bitta ko'rsatib beraylik. Chopqisi ham qog'ozda kesadigan bo'lgan. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz, boltani ko'rasiz bahaybatligi. Undan tashqari mana alohida bitta pichoq qilib berdik. Buni go'zalligini qaranglar, qo'l mehnati. 50 tadan oshiq ko'z qoqildi mana shu 1 dona pichoqqa. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yinglar, bosaveramiz. Full holatdagi naborimizga bitta baho berasizlar. Kesishlari suvdek olyapti, ko'ryapsizlar. 4 dona pichog'i, nusat, kapkir, chopqi, sixlar 60 sm nerjavishli sixlardan o'ta go'zal holatda tayyorlab qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ochilsin. Ana ketdi. Zo'r chiqmayapti o'rta bu. Buni ko'ringchi, o'rta. Qo'l mehnati. Bittalab terganmiz sadaplarni o'rta aylantirib. Zanglamasa kerakmi? Yo'q, o'rta javob zanglamaydi. Hammasi keladi bundan. Menga musi ham yoqtirasiz. Dizga qo'yinglar o'rta. Siz doim chempionni tanlaysiz-ku. Ha, dostum. Bular ham chempion ishlarimizdan o'rta sherkallalik. Soplar stabilki охотничий formada. Вообще ideya. Xudo xolasa buni ham ko'raverasiz. Tomchi sadaplar terganmiz. Zo'r chiqarib soplari ham. Ha, o'rta. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa o'rta aloqaga chiqaverasizlar. Birontasiga sovg'a qilgani yetkazib beramiz любой qanaqasiga, любой joyga. Dastavkalar bormi? Dastavkalar o'rta yer yuzi bo'ylab bor. Bir kartadan chiqib ketib qolmasak bo'ldi. Panjar nima deyapti o'rta bitta ko'ring. Inja qo'y do'stim. Zo'r ekan. Bolta ham bor ekan. O'rta bu boltani ko'rsatmabman men sizga. Mana qarang. 3 kilolik boltamiz o'rta. 3 kilo. Bu qon rasmini tushirib qo'ygan. Вообще udar. Kerakmi o'rta beraymi? Mana.